oshiq ekanda. 515 kiloda to'xtadi-da. Hozir akalar. Ne yapayım? 5 kilo görüp öyle. 510 512 mi? 512. 512 neydi? Ana. 62 mingdan. Xudo xolasa kilasini ko'paytirib ko'rasizlar. Assalomu alaykum vatandoshlar. Qur'on tepaga bo'lganmiz, xudo xolasa katta buqalar olib beraman. Katta buqa 300 kilogacha. Bir chekadan. 62 mingdan 512 kilo chiqdi. Kalkulyatorga solib ko'rasizlar. Kiloga qanchadan bo'lyapti deganlarga o'sha 63 gacha, 64, 65 sortiga qarab. Bular sizlardan magalar? O, yoqda ekan, ko'ryapsizlar. Pul bermadinglarmi? Bir ham hozirgidaqa chiqib qoladi bir kilosi. Egalarini istab yursak, vaqt o'tib ketib qoladi. Egalari borlarni olib beraveramiz akalar. Inshaalloh. Bu kimdan ekan? Bular sizlardan emasmi bu? Hop, 600 milis chiqadigan. Boylashgan, ketishgan. Hop, bu ham bunaqa ekan o. O'zimizni g'ib jaydar. Akalar har yakshanba bo'ladi, kelaverasizlar. Xohlasa bozorimiz. Sizlardan magalar bular? Salom. Hech pulni aytyapsiz aka bular? 25 aytyapti. 30 aytyapti. 25 milyon 500 ming bunisi 30 milyon kami bor a? Pul berishmadimi ekan unga? Berishyapti. Menga 23 berishdi. 23. Tortmaganmisizmi? Yo'q, tortmagan. 400 kiloga keladi. 400 kiloga keladi. Bunaqa ekan. Zo'r. Savdoyingiz bersin aka. Hop, qani ketdik. Kimdan sizlardan emasmi aka? Qani qaysinga baraka bo'lyapti yana. Hozir o'shalarni polni bir chekadan olaveraman, xudo xolasa. $150 kilo pelos. Ne sürüyorsun? Manga mı? Kilosu gel. Mana shunga baraka bo'lyapti. 62 mingdan. Deb bermayapti shunda. 62 mingdan berilmayotgan xolos. Mol oz akalar, kasal deb vahima bo'lyapti. Endi oz, endi sal chiqib qolibdi hali ham. Oldin o'tgan bozorlarda 3 ta, 4 ta chiqyapti xolos. Charchamayapsizmi? Ha, savdosi. Xo'p, sigir burish ekansiz-ku, bu qo'shab turibgan-da. Buni sherigi sotildi. 512 kilo chiqdi. Bunisi Hashti bir xilida-da, sen bilan bu ham. Nech pul aytyapsiz buni o'zi aytilishi? 40. Mana, qo'pol variant. 60 yormaydi. Stoykani qaranglar, bu stoykani. Savdoyingiz bersin-da, charchamang. Voy, chiqachi bu talashibga. Beni talashibga. Xo'p. Nech pul berdilar, Ahramar aka menga? 61 ming so'mda. Taroziga. Bermayapti. Beraman ham, ticha. 1-200 ming so'm talashib. Hay yaxshi. Zo'r. O'z omadingizmi hali? Hop. Bu
500 kilo plus minus chiqadiganidan ekan o'zi ham. Qora o'zimiz g'arjaydar bilan. Assalomu alaykum. Alaykum. Charchamayapsizmi amak? Rahmat. Necha pul aytyapsiz endi buni? 40 deyapmiz. 40 million. Savdosi bo'ldimi? Bermayotganingiz. Hozircha 32 qilishi. 32 million. Xo'rozga olib chiqmagansiz amak? 600 past chiqib qoladi. Chiqadi. 500 tepasi chiqadi. 550 plus minus. Zo'r. Savdoyingiz bersin amak. Xo'p, rahmat. Kasalliklar o'tib ketdi, Xudo xolasa, yaxshilari. Yengilroq o'tdi. Ko'pchilik so'rayapti-da, o'zimiz ham qiziqib qolamiz. Necha berasiz bunga? 28 million. Berdingiz. Bermayaptimi shunda? 28 million 200. Hali yosh shekilli. Yoshlar. Gap yo'q. O'zi necha pul aytyapti? 29. Ha, baraka bo'lib qolibdi, o'zi pishib qolibdi. Ha, savdo bitib qoldi. Ha? Zo'r. Assalomu alaykum vatandoshlar. Kimga shunaqa temirdan navislar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham mustahkam, o'ta ham baquvvat, veshniy, o'ta yonmas navislarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Bu birinchisi 35 metr bo'lgan. Buni 10 metrni hisoblab beraman. 6 millionga butgan shu holatda 2 shiprda bo'lgan. Xo'p, navbatdagi navisimizni ko'rib turibsizlar. 2 etaj qo'yxona bo'lgan, kvadrati 175 ming, 185 ming, 2 etajligiga qarab bor yo'g'i shiprini yoki tunikasini olib berasiz. Shu narx ichida qoqiladi. Bu navisimiz ham 15 metrga 5 metr molxona bo'lgan 2 etaj. Hisob-kitob qilsanglar yog'ochdan ancha arzon. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz shu narxda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov to'ydan sizlar yana ham. Xo'p, akalar, bu navisimizni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana 26 metr bo'lgan. 3 shipr ozgina perikosi bor. Buni ham to'g'rilab ketishyapti. 26 metrimiz примерно plus minus 23 millionga bityapti. O'sha o'tda yonmas navislarimiz. Akalar, ko'rib turgan shu navisimiz ham mana darvozaxona ustunsiz bo'lgan. Общий 125 plus 30 kvadrat, 130 kvadratgacha yaqin. Mana ko'rsatib beraman Andijon jala hududida. Xudo xolasa bitdi, buni ham ko'rishinglar mumkin. Itogi simmasi mashinamiz 123 million so'mga bitgan. Akalar faqat shu joy bilan ovqatda bergan, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib, chotki qilib berishgan. Ko'rib turibsizlar. Kvadrat 180 mingdan, uni ichida shipr olib bersiz shipr, tunika olib bersiz tunika, uni ham qoqib ketishadi. Sog' bo'lasizlar. Bu ham akalar navbatdagi qo'yxonamiz. O'sha o'rtasi yo'l bo'ladi, ikki tarafga bo'lingan, mana qisiga bo'linadi. Mana alohida qilib qo'chqor baxshi bo'laveradigan qilib bo'lgan 2 etajlik 11 ga 11.60 mi? Shunaqa o'rtacha 4 burchak joy. Bitta mana akalar. Metli konteynerni polidan xudo xolasa olib kelib qo'yib qoqlar ekan, tepasiga o't, yem hamma yo'q, pastida qo'y. Bunimiz 350 mingdan kvadrati bitta akalar. Mana shu yerda hisoblangan 350 mingdan bitgan. 180 mingdan boshlab 350 minggacha O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz akalar. Bosaveramiz. Xo'p, maza qilib reklamani ko'rib oldinglar akalar. Hashiga pulni begona qilish yo'q. Navislarni xudo xolasa chotki qilib qo'yapmiz o'zimiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Temirdan katta kichigini farqi yo'q. O'choqxonami, tandirxonami umuman qizig'i yo'q. Usul bilan qora savdolarni chiqaveradi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol akalar. Biz O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz, chotki qilib. O'tda yonmas navislar. Xo'p. Beti yo'q qolar. Sekin bir sekindan olib ketaveraylik. Mana akalar. Charchab qolmayapsizmi aka? Hech pul aytyapsiz buni? 5 million kami bor, ha? So'rashmadimi aka? 25 million 800. Shunaqami? Gap yo'q. Zo'r. Savdoyingiz bersin aka. 450 kilo plus minus chiqib qoladigan buqalar mana aka. Sotsangiz ham, olsangiz ham примерно ko'rib ko'rasiz. Nima bo'ldi aka? Baraka bo'ldimi? Kiryapgan mollar. Bu yerda 250 kilo, 300 kiloga yaqin qo'lar. Mana Avazbek so'rayotgan bu qiz. Bular bir 700 kilo bo'lmasin-da. Tusadigan ekan. Tusarkan bu hali. Necha pulga chiqdi aka bu hozir? 6 ga bermadim aka.
Aka bu jup savdo bo'lyaptimi? Ikkovi. Necha pul? 46,5. Bermayapsiz. Ikkovi, ha? 46 milyon 500. Lekin bularcha kattaroq Avazbek. Kattaroq olsun. Hop, sariq to'qolidan chiqib qolibdi mana. 5 million deyapman. Ha? 5 million. Nolimi? Narxini bilib ketsam bo'ladimi? Yo'q. Tarqab ketadi, olmayapman. Xullas. Savdosi pishib. Oz qolyaptimi bu ikkovi? Oz qoldimi o'zi? Hop, ketdi qani. Buni ma'lumotini ololmadim akalar mana. Bu nima bo'ldi? Baraka bo'ldimi aka bu? Savdo qilishyapti. Necha pul aytyapsizlar o'zi? 27 aytilyaptimi? Kami bor, ha? Jupiga savdo bo'lyaptimi deyman, ha? Necha pulga bermayapti jup endi? Xabaringiz yo'q. 27 dan bunisi ham? Ikkovi ham 27 dan kami bor aytilyapti. Yaxshi, zo'r. Qanday savdo bo'lyapti bilib qo'ying. Bu bichaydami? Siz qo'llaringiz bundan ham kichkinada Avazbek ko'rayotgan bo'lsangiz. Baxtsiz bo'ladi biror oy yana shunaqa. Bu nima bo'ldi? Savdosi pishdimi aka buni? Necha pulga pishdi? 2,5 ham qilishyapmiz. Berilmayapti, 23 milyon 500. Gap yo'q, zo'r. Savdolar bersin aka. Qancha kami bor aytyapsiz? 25 ozgina kami bor. 25 ozgina kami bor. Chicha qopda, xudo xolasi pishishiga. Gap yo'q. Shunaqa gaplar. Hop. Charchamayapsizmi aka? Yaxshi tomonim aka, boshlab oldingmi? Rahmat. Nima bo'lyapti savdolar? 26 million beraylik deyapti. 30 million kichik kami bor deyapti. 30 milyon kami bor. Savdo qilishmayapmiz. Yo'q aka. 26 milyonga bermadingiz. Tortmadingizmi? Yo'q aka. 400 dan baland chiqib qoladi. Ashtaqa aka. Ha? 50 10 kilo bu yoqqa bo'lsa kerak. Tamamda endi pul bo'lmaydi. Yo'q 60 yo'q qoladi. Limon beramiz. 450 plus minus. 26 milyon. Berilmayapti. Oz qolyaptimi? Xudo xolasa aka. Ha? 26 ga bermadingiz, ha? Zo'r savdongiz bersin, ha? Mana aka. Uzr aka. Hop. Qoravoy necha pul aytyapsiz aka? 25 milyon, ha? Kami bor. Baraka barakasiga ozgina qolgan narx qancha bo'ldi? 21. 21 yarim. Mashina oldiga chiqib qoladimi Avazbek mana? Ham 300 dan oshiqroq mollaringiz. Zo'r. Buni bitta baxmat edi. Bittasi turibmadi. Uzunligi uzun ekan bor. Necha pul aytyapsiz buni? Necha pul aytyapsiz? Nechta bor? Oyammi? 27 dan kami bor. Bor. Jup savdo bo'lmadimi? 48 million beryapti. 48. Oz qolyaptimi? Ozgina qoldi. Oh, 24 dan tushadimi shunda? 24. 48. Monosi yaxshimi? Bola bloger ekan. Mashinasi bo'laycha ekanda. Assalomu alaykum. Assalom, charchamayapsiz? 24 million 200 ming so'rabdi o'zini. Berilmayapti. Ha, 24 million 200 mingga berilmayapti. Yashirdan Necha kilo berasiz bunga? Plus minus. 370-380 ga qadar qoladi. 400 pasi. Ha, 400 pasida. Hasa bakarman o'zi. O'yinlari bor, ikki yashar bo'lmagan endi bo'lib qoladi. Zo'r. Yashirdan chiqqan 1 oy oldin xudo xolasa asorat umuman qolmadi. O'zi o'ynab turibdi. Endi katta yatta Xudo bo'ladi. xolasa. Qaldilari bor, polvon o'zi. Endi yitda bu. Prosta ertaman baxmay olib keldik. Bozorga olib kelish niyati yo'q edi haligi.
Yolg'on yashig'imiz bo'lmaydi, xudo xolasa bizda. Qanaqa mol bor sotiladigan yana? Uyda aka o'zimizni uyda 2-3 ta kichkina bo'zagimiz bor. Fermada yo'q ona. Fermadan sotmayapti. Sotadigan bo'lsa, bozorga olib chiqmaylik unda. Qo'l tashlaylik, ha? Qo'llashamiz. Xo'p, savdoyingiz bersin-da. Aka ko'rishamiz. Xo'p. Qashqa qanaqa bo'lyapti aka endi? 24 million kami bor, ha? Savdosi bo'ldimi aka? Rovno 19 ga bermayapsiz. Mana shunaqa gaplar Avazbek. Mana shu mol siz molingizda bo'lib bo'lsa kerak. 9 ga berilmayotgan mol. Lekin sifati bor buni Avazbek, sizga qaraganda sifati bor. Aka savdoyingiz bersin, oz qoldimi? Barakasiga? Bor, ha? Mana ham premyerda shunaqa buqalar, lekin bular sifatli-da Avazbek. Siz olgan moldan sifatli mollar bular. Qarang. Qani suyetiz aka? Mana vaqtni yo'rg'ayapti. Sotildimi bu? Sotyapti. 28 berishdi. Berilmayapti. Mana shuyetimizga. 28 million. Qani aka bitta ko'rib qo'ychi ashini? Mana shu rupa. Yosh. Xo'p, chiqib qoladi bu ham 350 kilo minus. Shunaqa gaplar. Mol bu yerda serob ekan. Agarlar yosh xunajin, yosh buqa shved aralash bitta video qilib beraman, xudo xolasa ko'raverasizlar. Maza qilib. Aka nech pul bo'lyapti savdosi? 48 o'lyapti. 48. Ikkitasimi? Qani? 24 dan aka. Uchtami, ikkitami? Ikkita ekan. Yo'q, unga alohida beryapti. To'g'ri. Ikkinchisi 24 dan. Ikkovi ham bir-biridan go'zal. 8 o'lyapti. Bir-biridan go'zal ekan ikkovi. Mana bunisi.